Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan do'stlar. Ko'pchilik so'rashadiki, mana YouTube'da analizlar qanday olib boriladi? YouTube Trends degan o'sha platformalar bor yoki bo'lmasa boshqa platformalar bor. Asosan YouTube'da tahlillar mana Python coding yordamida ham olib boriladi. Buni birgalikda sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana ko'radigan bo'lsak, YouTube bo'yicha 8000 dan oshiq videoni yuklab olingan, o'sha randomli tarzda oktyabr va sentyabr oylari uchun. Sentyabr, oktyabr, mana sentyabrning 15-dan 20-oktyabrgacha bo'lgan oralikdagi videolar yuklab olingan va bularni analiz qilish. Mana ko'radigan bo'lsak, CSV qilib olingandan keyin database ga yuklanadi. Database bo'lib turgandan keyin mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana bu database. Tak, misol uchun mana bu yerda biz nima qilishimiz mumkin? Buni mana bunday qilib turib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'radigan bo'lsak, video ID'si, video nomi, kanal qaysi kanaldagi, qachon yuklangan vaqti, ko'rishlari, qancha ko'rish olganligi, layklari, kommentlari, obunachilar, o'sha kanaldagi ko'rishlar soni, qaysi mamlakatdan ko'rilganligi, regionlar, kategoriya, ya'ni turlarga bo'linishi, kategoriyani typelari bo'yicha, klasteringlari bo'yicha mana ko'radigan bo'lsak, juda ham katta ma'lumotlar bazasi bizda nima mavjud. Mana shu bo'yicha endi vizual tahlillar qilamiz. Mana database ga ulinyapmiz Python yordamida va davlatlar bo'yicha ko'rishlar soni. Birinchi tahlil mana shu. Misol uchun mana ko'ryapmiz, birinchi noma'lum davlati noma'lum bo'lgan ma'lumotlar ham bor orada. Bulardan mana ko'radigan bo'lsak, miqdor mana shu. Indiya, Amerika, misol uchun mana ko'radigan bo'lsak, o'sha davlatlarni qisqartma nomlari yordamida ko'rishlar soni nima qilingan, berilgan. Eng ko'p like olgan 25 ta video tahlil qilinyapti. Mana ko'radigan bo'lsak, mana shu mana eng ko'p olgani mana bu ekan, misol uchun. How to resolve cars like this. Mana shu video nima eng ko'p like olgan. Misol uchun eng ko'p ko'rilgan 25 ta video. Misol uchun mana ko'radigan bo'lsak, eng ko'p ko'rilgani mana shu ekan. 161 million marta ko'rilgan. Gainesville FL doorbell camera captured the moment an alligator delivered a missing baby boy degan video. Tahlillar, mana eng ko'p ko'rilgan kategoriyalar, kategoriya turi bo'yicha. Qaysi kategoriya ko'p ko'rilgan? Mana how to style kategoriyasida juda ko'p ko'rishlar mavjud ekan. Jami videolar soni 8493 ta video. Mana shu 2 oy ichida mana shuncha video bo'yicha ma'lumot olingan va bularning tahlili. Videolardagi kommentlar soni bo'yicha mana ko'radigan bo'lsak, Aracado Dia degan videoda mana kommentlar sonini ko'rishingiz mumkin. Yoki keyingi videoda ko'rishingiz mumkin. Mana shunday qilib turib, kommentlar soni ko'pligi, kamligini tahlil qila olishimiz mumkin. Eng ko'p komment olgan 25 ta videoni ko'radigan bo'lsak, mana boyagi videomiz mana bunda graf holatda bizga ko'rinib turibdi. Demak, sentyabr oyi bo'yicha YouTube tahlili. Sentyabr oyida qanaqa ular bo'lgan? Mana sentyabrning 13-dan boshlangan. Mana ko'rishlar soni hammasi ketyapti. Mana ko'radigan bo'lsak, sentyabrning 28-kuni juda ham ko'p ko'rishlar nima qilingan, kuzatilgan. Eng kamini ko'radigan bo'lsak, mana 13 va nechinchi 22-sentyabr kunlari ko'rishlar kam bo'lgan. Buni o'sha hafta kunlariga o'girib ko'radigan bo'lsak ham, hafta kunlari ham ta'sir qiladi baribir. Mana eng ko'p ko'rilgan 5 ta video. Misol uchun mana ko'rishimiz mumkin. Eng ko'p ko'rilgan 5 ta videoni nomi, qancha ko'rilganligi mana bu ko'radigan bo'lsak, viewslar soni, hamma ma'lumotlar chiqib keladi ustiga olib borsak. Oktyabr oyi bo'yicha xuddi shunaqa tahlil qilamiz. Mana oktyabr oyida qanaqa bo'lgan? Misol uchun mana ko'radigan bo'lsak, 1-oktyabr juda ham slabey, misol uchun 3-oktyabr slabey bo'lgan, lekin bu yog'i juda ham zo'r ketgan. Mana 20-oktyabrda ma'lumotlar kam bo'lganligi uchun kam ko'rsatyapti, lekin eng zo'ri orasida 14-oktyabr ekan mana. Juda ham idealni ko'rishlar bo'lgan. Eng ko'p ko'rilgan 5 ta video. Oktyabr oyida eng ko'p ko'rilgan 5 ta video mana shu videolar ekan. Trendda bo'lgan davrlar, ya'ni viewslar keskin oshgan kunlarni ko'rishimiz mumkin mana. Qaysi paytda oshib, mana sentyabrdan oktyabrgacha mana juda ham mana shu paytlarda oktyabrning 14-da juda ham oshib ketgan mana ko'rishlar. Endi bu yerda hozir ma'lumotlar kam bo'lgani uchun ozgina tushyapti. Ma'lumot davom etsa yana bu o'sishda davom etishi mumkin, albatta. Mana bu yerda ham ko'rib borishimiz mumkin bunaqa graf holatida ham. Publishing time bo'yicha ertalab va kechqurungi vaqtlar bo'yicha analiz ko'radigan bo'lsak, mana tushda
Mana hammasi sonlari bo'yicha nima qilingan bizga? Miqdorlari bo'yicha videolar soni. Misol uchun mana shu vaqtda qancha video yuklangan degan ma'noni bildiradi. Mana shulardan tahlil qilib, o'sha eng optimal vaqtni tanlashimiz mumkin bo'ladi. Eng ko'p ko'rishlar, like'lar, komment olgan kategoriyalar. Ya'ni qaysi kategoriyada eng ko'p ko'rish bo'lgan, like bo'lgan va komment bo'lgan. Mana buni ko'ramiz hozir. Mana eng ko'pi how to style ekan. Mana yozyapti bizda juda ham ko'rishlar soni nima oshgan. Eng ko'p ko'rilgan 10 ta kategoriya bo'yicha eng ko'p like olgan, bunda ham how to style birinchi o'rinda turibdi. Lekin eng ko'p izoh olganda mana music birinchi o'ringa o'tib ketgan. How to style ikkinchi o'ringa tushib qolgan. Mana o'sha turlari o'zgaryapti ko'radigan bo'lsak. Misol uchun. Keyingisi, har bir kategoriya ichida o'rtacha views per video. Har bir kategoriyada o'rtacha ko'rishlar soni. Misol uchun mana entertainmentning ichida ya boshqa har bir kategoriya bo'yicha o'rtacha ko'rishlar qancha? 5.762.000 ta. Film animation bo'yicha misol uchun. Har bir davlat bo'yicha ko'rishlar va like'lar bo'yicha ko'radigan bo'lsak, mana noma'lum davlatlar, Indiya, Amerika, mana bu ko'rilgan davlatlar. Va o'sha qaysi davlatdan like ko'p? Indiyadan ko'p, Amerikadan ko'p, noma'lumdan kamroq ekan mana. Eng faol tomoshabinlar mamlakati. Buni ham ko'rib olishimiz mumkin. Mana noma'lum mamlakati noma'lum bo'lgan YouTube foydalanuvchilari ham ko'p. Hindiston, Amerika bu yoq o'zi ketaveradi. Mana shu ikkalasi asosiy aktivlardan ekan. Mana bunday qilib turib alohida bog'liqlik jadvalini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mintaqalar kesimida trend farqlari. Mana bu jadval sifatida mana ko'rishimiz mumkin. Region, total views, total likes, total comments, video count. Mana juda ham ko'plab tahlillar qilishimiz mumkin mana. Region, mintaqalar bo'yicha jami ko'rishlar soni. Mana ko'ryapmiz, misol uchun. Mintaqalar kesimida like va komment o'rtacha taqqoslanishi. Like va kommentni taqqoslash jadvali, misol uchun. Har bir kanal bo'yicha tahlil. O'sha kanallar bo'yicha kanal nomlari va o'sha kanalda nima qilingan? Ko'rilgan ko'rishlar miqdori. 106.111.153 ta, misol uchun. Cat Troubles degan kanal, My Mohini degan kanal. Eng yaxshi kanallarni topib, bu orqali juda ham katta tahlillar qilsa bo'ladi bu yerda. Faqatgina bu ko'rib o'tirish emas, eng zo'r kanallarni topish, eng zo'r videolarni topish, o'shanga mos videolar qilib, o'sha nomlarni topib yuritadigan bo'lsangiz, juda ham sizga YouTube'da o'sishingizga yordam beradi. Oylik o'sish tahlili deyapti, misol uchun. Bu ham juda ham bir foydali narsa. Mana qanaqa o'sish tartibi bo'layotganligi. Masalan, anomal ustuni noodatiy bo'lgan videolar. Mana bu yerda noodatiy bo'lgan videolar nima qilinmagan, aniqlanmagan. Demak, mana shu tartibda nima qilishimiz mumkin ekan? YouTube'ni tahlil qilib, albatta bu bo'yicha ham yaxshi natijalar olib, kelajak harakatimizni shunga qarab planlashtirishimiz mumkin bo'lar ekan. Bugun ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan narsalar mana shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.